Assalomu alaykum barchaga hurmatli gul ishqibozlari. Bugun mana bizning gullarimiz tayyor bo'ldi. Olib chiqib sotyapmiz. Xo'p, bugun chisloyimiz 18-oktyabr. Bu gullar rasa kech qoldi. Havoni issiq bo'lganligi uchun hozir terib yerdan ko'chirib olib chiqib sotyapmiz. Hali sariqlar bizdeki ochilgani yo'q, ramashkali sariq bo'lgan. Mana rang limonli oq, zo'r rang, guli nihoyatda uzoq turadigan rangdan ko'paytirib olganman. Mana oq boshqa oq. Bu oq boshqa. Xo'p, gullarimiz 5000lik, 3000lik tuvaklarga o'tkazilgan. 15000 so'mdan sotilyapti. Mana shu qatorlar katta kichikligiga qarab. Kattalari esa mana kattalari 20 mingga. Mana shu malinovoy rangi 20 mingga sotdim. 60-65 diametr. Va kichkinalar 5 mingdan. Stakandagilar 5 mingdan sotilyapti. Mana shu gullardan kimga kerak bo'lsa, optim narxda 11 ming so'mdan berilyapti, katta salafanga ko'chirib. Kimga kerak bo'lsa, chiqarib yuboramiz. Taksi pulini o'zlaring berasizlar. Dastavkamiz yo'q degan. Bahorda ko'chatlari bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan hamma ranglaringda ko'chatlari bor. Hali ochilmagan ranglarimiz ham bor. Ularda ham hali olib chiqaman. Ular ko'rib mazza qilinglar. Kichkina variantlari bor. 5000 so'mdan. 20 mingdan. 20 mingdan olavering. Karam gullarimiz optim 5000 so'mdan beryapmiz. Maydalabga 10 ming sotilyapti. Bular ham yakunlanib qoldi. Mana kattalari tugab qoldi. Qaysi bir oya? Aysha buketli variant opa olavering, 30 mingga beraman. Mazza qilasiz. Kichkinaroqlar necha kiloqlar? 5 mingdan ular. 5 ming so'mdan ular. Qaysilar? Ayda opa 20 mingligi bor, 25 mingligi bor. Agar tuvaksiz desangiz, tuvaksiz ham ko'chirib olib chiqib beraman. Mana shu ko'rib turganlaringizni hammasini bor. Tuvaksiz 15 mingdan ko'chirib beraman. Joytimda. 5 ming, 10 mingdan. Tushundingizmi meni opa? Mana bunday ekan, mana bunaqa. Ikkita ko'chat bitta ekilgan. Ha, o'shandaqa. Ki onondan o'tgan yil qo'yganman, qaysidan? Bundan serob Rangidan yo'q. ko'chatimiz opa. Hozir bu tuvak o'tirg'izilgan, mehnat qilingan ozgina. Tuvaksiz 15 mingdan ko'chirib beraman. Joytimizdan. Xohlasangiz kattasidan payshanba kuni ham olib chiqamiz haligi salafanda, omiri salafanli qilib. 20 mingdan aka. Bularimiz endi ochildi, olib chiqib sotamiz endi. Men xolos bular ham yangi ekilgan-a? Yo'q, bu o'ziga ekilgan. O'ziga ekilgan bular, o'sha kichinaligida. O'ziga shunga qalamcha qilingan. Mana salafanlab olishyapti, opa. Olavering, oz tugab qoladi bu ham. 5 mingdan zo'r variant bu. 5 mingdan. Mana tuvak gullarimiz ham 5 ming so'mdan. Mana yashik, ikkala yashik. Mana shular ham 5 mingdan mana ular, opa. Mana shular 5 ming so'mdan olavering. Dehqon ham bermaydi bunaqa narxda. Mana gul bor, qimmat gul. Mana ular ham 5 mingdan mana ular ham. Mayli o'zingiz sovg'a oling. Men so'mga qilyotgandim. Setkasi ushab turaman. Qo'yavering o'zim solib beraman. Yo'q, u qo'shilardiki. 80 mingdan. Mana ulardan ham qo'shib olavering.
Ano, olmachilarga o'tsangiz tutayda bir qancha olib olishdi 5 mingdan. Ikkita yashik olib chiqmadik. Sariqlarimiz hech puldan. Sariqlarni ham 5 mingdan olaveradi. Menga mana mashinadan ikkita olib qo'ying, ikkita bir peshanba kunga. Bo'ldi. Xo'p. Olib qo'yaman ikkita sizga. Shunaqa do'stlar, qiziq bozor bo'ladi. Bozorda kimga kerak bo'lsa 99 321 82 17 nomerim. Manzilimiz Namangan viloyat Mingbuloq tumani Jamashuyda. Gul urug'larimiz bor. Pitoniya, salviya, shafron, chinigul boshlandi sezon. Shunaqalar ham qilib beramiz. Yevropadan kelgan urug'lar. Gul ekib sotaman deganlarga hali ularni ham bafurcha syomka qilib ko'rsatamiz. Fikslarimiz 20 mingdan. 30 mingdan. Anturumlar. Palmalar 25 mingdan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.